Xabaringiz bor, joriy yil sentyabr oyida Angliyaning Hobbs Recruiting kompaniyasi tomonidan mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha taklif berilib, ushbu e'lon Migratsiya agentligining xorijda ish Telegram kanalida yoritilgan edi. E'londan so'ng kompaniya o'zining onlayn platformalari orqali 10 kun mobaynida mavsumiy ishlarda ishlash istagini bildirgan 222 mingga yaqin yurtdoshimizning arizalarini qabul qildi. Ulardan 6,5 ming nafar nomzod onlayn testda ishtirok etish uchun taklifnoma olgan. Ish beruvchi tashkilot tomonidan o'tkazilgan onlayn testdan muvaffaqiyatli o'tgan 991 nafar fuqaro offlayn suhbatlarga taklif etilgani haqida elektron pochtalari orqali xabardor qilindi. Navbatdagi bosqich bu offlayn suhbatlar bo'lib, ular Samarqand va Toshkent shaharlarida haftaning turli kunlarida amalga oshirilmoqda. Bugun esa biz Toshkent shahrida o'tkazilayotgan offlayn suhbatlar jarayoniga guvoh bo'lyapmiz. Hi everyone, this is our last stage from the recruitment process. Biz bugun tanlovimizning yakuniy bosqichidamiz va yuzma-yuz suhbat hamda ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu yerga kelgan ishtirokchilar rus tili bo'yicha testni ijobiy topshirganlar. Chunki bizning dasturimiz uchun rus tilida gapira olish va tushunish juda muhim. Bugungi suhbatda biz nomzodning dasturimizga mos kelishi, til bilish darajasini aniqlaymiz. Jarayonlarni Migratsiya agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirayotganimizdan hamda ularning ko'magi va qo'llab-quvvatlashi, fuqarolarni xabardor qilib yordam berayotganlaridan mamnunmiz. Biz uchun asosiy vazifalardan biri fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, ayniqsa to'lov masalalarida firibgarlikka yo'l qo'ymaslik. Shuning uchun nomzodlardan boshqa kompaniyalar yoki pullik xizmatlarga murojaat qilmaslikni so'raymiz. Migratsiya agentligi bilan hamkorlikda ish olib borgan holda biz bu kabi muammolarni bartaraf etishimizga va odamlarga haqiqiy yordam ko'rsatishimizga ishonamiz. We believe that together with the migration services we can improve that. Thank you. Migratsiya agentligini Telegram kanalidan e'lon orqali ro'yxatdan o'tdik. Keyin ikkinchi bosqichga taklifnoma keldi, pochta orqali. Pochtamga keyin kirganda test keldi. Testlardan yaxshi o'tdik. Testlardan o'tganimizdan keyin yana pochta orqali bizga suhbatga kelishimiz haqida xabar keldi. Ertalab suhbatga kelib, prezentatsiyalardan yaxshi o'tdik, suhbatlardan o'tdik. Shu xudo xolasa endi bu yog'i ketish qoldi.